Assalomu alaykum, aka-ukalarim, opa-singillarim. Hammani yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. 23-fevral kelayotgan 23-fevral bilan Den Zashta Tojikistonning Zashta kuni bilan deganda tabriklayman barcha tojikistonlik aka-ukalarimni. Vatan xizmati bizga farzdir, farz. Vatan xizmati bizning yuragimizda ham farz ham qarz. Vatan chunki bizga ham onadir, ham otadir. Vatan degan joyda biz tik turamiz. Vatan deganda biz tasavvurimizda o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq, laqay, boshqa demaymiz. Hamma birga bo'lamiz, aka-uka bo'lamiz. Yelkama-yelka turib, avtomatlar qo'lda. 772 kun. 772 kun bir safda turib xizmat qilamiz. Bir safda turib xizmat qilamiz. Aka-uka bo'lib ketamiz. Даже eng yaqin aka-ukanglar yaqin bo'lib qoladi bir-biriga. Tojik, o'zbek, qozoq, qirg'iz demaydi ular. Aka-uka bo'lib qoladi. Shuning uchun yana bir marta aka-ukalarim tabriklayman 23-fevral bilan kirib kelayotgan Tojikistonning ertangi Zashta kun bilan. Laqayim, o'zbegim, tojigim, barcha dindoshlarim, barcha vatandoshlarimni 23-fevral bilan chin qalbimdan tabriklab qolaman. Qurbon trend. Mana bugun ko'tar Tojikiston bayrog'ini mana bitib Vatan himoyachilar kuniga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jonlaringiz sog' bo'lsin aka-ukalarim, opa-singil.